Nima qilib tashladi bu Valverde? Yorib tashladi-yu bu. Ronaldoni paypaqani kiyib tushganmi deyman, yeb tashladi. Keyin yorib yubordi, o'ynashdi. O'zi Kurtuva bilan Valverdeni o'zini tushirsa yetar ekan. 9 ta o'yinchi kerak emas ekan. Bu 9 ta o'yinchi bir-birisi davomatga tushganda shu odam soniga Valverde bilan shu Kurtuvani o'zi yeb yubordi. Keyin stadionni ko'mib tashladi. Ko'mib tashladi boru, o'sha masala hal boru, o'sha aniq. Idhatga borib kamida bir 2-0 1-0 ga yutib kelamiz shu tamom. Va keyin boshda turibmiz-ku. Ona bitta joyga bo'g'ildim. Ashi Vinicius Junior penaltini tishib qo'yganiga jicha bo'g'ildim. O'zi bildim ash penalti o'yib turganda uralmasin ko'ngilga keldi o'zi borib, chist uralmaydi deb turgandim. Chunki ko'pincha yo'l uralmaydi penaltilarda. Va shuni qizg'anmasdan Valverdega bermaysanmi? Valverde pokerda qayd etmaydimi? Valverde ham mazza qilmaydimi? Biz ham mazza qilmaymiz. Nima bo'lsa ham yutdik. Nima bo'lsa ham yutdik. Yutisham gapni yorib yubordik, qoqib tashladik. Hala Madrid, короче.